Dam olish kunlari oila a'zolarimiz bilan ko'pincha Oqtoshdagi dala hovlimizga chiqamiz. Birgalikda vaqtimizni maroqli o'tkazamiz. Yo'lda o'g'lim bilan ozgina qiynaldik. 1,5 soatda yetib keldik. Narsalarimizni joylashtirdik. Havo toza, yoqimli shabada bo'lib turgan ekan. Obedga qaynona onajonim o'zlarini qo'llari bilan o'choqda qaynatma sho'rva qilib berdilar. Qo'llari juda ham shirin to'g'risi. Har doim tandirda qavatli somsa yopardik. Bu safar bir qavatli yopdik. Mazasi zo'r chiqdi. Birgalikda qilingan mehnat baribir boshqacha chiqadi. Obed qilib bo'lib, ayollar, bolalar maza qilib cho'mildik. O'g'lim birinchi marta basseynda cho'milishi to'g'risi yig'lasa kerak deb turdim. Qaytanga qo'l oyoqlarini qimirlatib, to'polon qilib tashladi cho'milaman deb. Keyin muzqaymoq, snekli yedik, bolalarimizning eng yaxshi ko'rgan vaqtligi bo'ladi. Keyin toza havoda birpas o'ynab vaqtimizni o'tkazdik. Kechki payt havo aynib, birdan changli havo bo'lib ketib qoldi. Yaxshiyam voqli ovqatlanib, voqli oshxonadan yig'ib olgan ekanmiz, chiroyim o'chib qoldi. Ozginadan keyin keldi. Aytgancha bu malini qaynotamlarning mehnatlari orqa hovlimizga har xil mevali va sabzavotli ekkanlar.